Salom do'stlar, sizlar bilan PowerPoint kurslarini o'rganishda davom etamiz. Bu videomizda slaydlarni avtomatik tarzda almashinadigan qilish qanday qilib amalga oshirilishini ko'rib o'tamiz. Mana hozir slayd tayyorlab olganmiz. Bu hozir sichqonchani kursori, sichqoncha chap tugmasi bosilgan vaqtda yoki Enter yoki klaviaturadan biror bir tugma bosilgan vaqtda almashadigan holatda turibdi. Mana ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, qachonki biror tugmani bosmagunimizcha bu o'sha slaydda qoladi. Mana biror tugmani bossak, keyingi slaydga o'tadi. Endi shuni avtomatik tarzda almashinadigan qilish qanday amalga oshiriladi? Buning uchun mana birinchi slaydimizga kelib olamiz. Birinchi slaydimiz qancha vaqtdan keyin almashinishi kerak. Mana bu yerda переход menyusi bor. Bundan mana bu yerga e'tibor qilsangiz, mana smena slayda, ya'ni slaydlarning almashinishi. Bu yerda по щелчку, ya'ni bosilgan vaqtga ptichka turibdi. Bu ptichkani olib tashlaymizdagin. Mana после degan joyiga ptichka qo'yamizdagi, bu yerdan qancha vaqtdan keyin almashinish kerakligini belgilaymiz. Masalan, mana 2 sekunddan keyin almashdim. Keyingi slaydimizda ham xuddi shunday 2 sekunddan keyin almashsin. Keyingi slaydimizga ham xuddi shunday. Hamma slaydlarimizga qancha xohlasak 3 sekund qilishimiz mumkin, xohlasak 1 sekund, buni farqi yo'q. Bu o'zingiz ixtiyoringizga bog'liq. Bashelchkuni olib tashlaymiz. Hamma slaydimizni shunday belgilab chiqamiz. Mana tamom. Mana 4 sekund tura qolsin. Mana hammasiga belgilab oldik. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Mana endi biror tugmani bosmasak ham avtomatik tarzda har 2 sekundda bu slaydlarimiz o'zi avtomatik almashinyapti. Buni o'zimiz xohlagan vaqtini qo'yishimiz mumkin. Masalan, hozir oxiriga kelganda tamom so'zi nisbatan kechroq almashinadi. Mana hozir shuni ko'rishingiz mumkin. Mana tamom nisbatan ko'proq vaqt turadi, chunki unga biz 5 sekundni qo'ydik. Mana slaydimiz avtomatik almashinishini ham ko'rib oldik. Bu videomiz shu bilan yakunlandi. Keyingi videolarda bundan ham foydaliroq, qiziqarliroq ishlarni ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Hozircha xayr.